ketamiz. Ja o'tirishing boshqacha-yu sani televizor ko'rib, ha? Assalomu alaykum. Agar bugun ham pulim yo'q deydigan bo'lsang, ko'chib ketaver. Aka, ko'chaga chiqib gaplashaylik, iltimos, bolalar qo'rqadi. Nima qildi bolalari bo'lsa? Meni ham bola chaqam bor. O'zi sen qo'ygansan shuni. Senga oylikni men beryapman, sen to'lashing kerak buni o'rniga. Nima bu kirallar buzilib yotibdi? Aka, endi hozir qish oyida mana shunaqa bo'lib qoldi-da. Men seni bola chaqangga rahm qiladigan holatda emasman. Shundaymi, yur ko'chaga chiqaylik. Bugundan qolmasin. Sani uyiga hamma joy buzish uchun kirgizganim yo'q. Eplasang yasha, bo'lmasa yashaydiganlar ko'p. Tushundingmi? Bugundan qolmasin. Menga qara, desanga yaxshiligim. Murod degan santexnik taniyman. Ishlari ham yaxshi. Ishlarini puxta qilib beradi. Hamyonbop. Shuni chaqirib beraman senga. Bo'ldi, shuni chaqirchi, qarzga bo'lsa ham pul topib qildiramiz, endi nima qilasan boshqa. Mashu aka. Bo'ldi, bularni ichkarida yana ikkita bor. Ha? O'shalarni ham ko'rib bersanglar. Bo'ldi aka, hozir ko'ramizda, keyin bitta spiska qilib magazinga boramiz. Akalar, o'z oilam bilan ijarada turaman. Shu kran buzilganiga uy egasi uyi bo'shat deyapti. O'shanga sal kelishtirib qilib bersanglar, qo'ldan kelsa, iltimos. Bo'ldi aka, hal qilamiz hozir. Xo'p, bo'ladi. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'zimdan qolar gap yo'q, spiskani o'zim qo'yganman aka. Qo'shib o'rganman. O'shandan 10% chiqaz berasiz. Mayli sal qimmatroq hisoblayinda, menga o'sha 10% chiqaz bering aka. Aka, men boshliq bilan bitta gaplashib qo'yay. Asadbek aka, qarab oling. Izlaymi nima gap? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Labay aka. Akamga tushuntiraveram. Bir ikkita narsani qo'shib yozganman. Ustidan sal qimmatroq hisoblaysizda, menga o'sha yerdan 10% berasiz. Uy egalari sizga pul berishmayaptimi? Yo'q, aka. Bu tirchilik bu. Kimga ishlatishyaptimi sizni? Yo'q, aka. Yo'q, qorning to'ymayaptimi? Bunaqa xorrom ishlaringni biz do'konda qilmalaring. Yig'ishtir spiskasini berib yubor. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Qarang, sizlar kelishib olganmisiz? Sizlar yo spetsialniy qilyapsizlarmi? Yo'q, nima bo'ldi o'zi? Sizlar bilan birgami bu? Ha, biz bilan ishlanglar. Mana sizni sherigingizni bizga yozib bergan spiskasi. Ham qo'shim narsa yozgan, ustiga 10% dan qo'shib hisoblatyapti. Hasan, kutmagan edim. Sen bilan unaqa ishlamagan edi-ku. Uy egasini boya eshitding nima deganini. Qiynalgan oila ekan. Mana shu harom luqmani oilangga yedirasanmi? Bo'ldi. Formani yechganda surbetdan. Aka, men bor uzr. Bizni bilmagan ekanmiz. Bu bolani qo'lda hunari bor deganiga bizni olgan ekanmiz. Harom luqmaga siz bilan men aralashib qolmaylik degandim. Ha, tushundim aka. Aka, qarab o'rasizmi shundoq? Aka, bugungi holatga biz uzr so'raymiz. Hozir ko'rib turibsiz nima holat bo'lganini. Mana shu tezkor firmasidan hammasini qoplab beramiz aka. Uzr so'raymiz. Chiqishi yo'q aka, bo'p turadi. Bo'ldi aka. Xo'p, rahmat.